Hammaga assalomu alaykum. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, O'zbekiston. O'zbekiston, Xorazm, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo, Voha tomonlariga mana avtobuslarimiz, Yuton avtobusimiz yo'lga chiqyapti. Kimda kim ketsa ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar, bespasrednik. Eng qiziqarli joyi, kimi dokumentida muammosi bo'lsa, pasport, qizil pasportini yo'qotib, ko'k pasportida qolgan bo'lsa ham olib ketishingiz mumkin akalar. Bitta odamga 60 kilo yuk olaverasizlar. Avtobusimizning ichki salonlari mana shopillarimiz bilan muloqotda bo'lamiz. Mana Xudo xolasa yo'lga chiqyapmiz. Mana Shopir akam. Aka, necha kunda yetib boramiz O'zbekistonga? 3 kunda xudo. Yo'llar qanaqa yo'llar? Yaxshi. Yaxshimi? Nechta shopirsizlar? 3 kishi. Bu avtobusimizda 3 ta shopir yangiligini hisobiga 3 ta shopir bo'ladi. Bitta shopir to'lka monitorda kameralarga qarab ketadi, 2 ta shopir biri uxlaydi, biri minadi. Tanlovda dashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pullaring yo'q bo'lsa O'zbekistonga borib berishlaring ham mumkin. Mashinamizni monitor, pechka, konditsioner hamma yo'g'i bor. Mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, pasdan esdan chiqarmanglar.